Yangiyo'ldan. Necha kunga ringan bu? 1 oy oldingi. 1 oy oldin aytgan sizlarga, adimi gips deb sizlarga? Aytgan, bu sizga ko'rsataman. Nima menga ko'rsatasiz? Sizga doktor aytgan bo'lsa, 1 oy vaqt yo'qotdingiz, juda kuchli chiqish oyog'ida. Bu cho'loqlikga olib keladi. Chanoq son bo'g'imidan ikkala oyoq chiqib yotibdi. 1 oy vaqt yo'qotibsiz. Nimani kutasiz oysi? O'sha yaxshi oysi betdachi massajistka bo'lish ham shart emas. Internetga kirib, 6 oylik bolani chanoq son bo'g'imi rentgeni deb yozsangiz, sizga rentgen chiqib kelardi. O'zingizniki bilan keyin solishtirardingiz. Oyog'iga qo'ymay oyog'iga battar qilasiz. Oyog'iga qo'yish mumkin emas, beshikka belash mumkin emas. Sizlar 1 oydan bir beshikka belayapsizlar, oyog'iga qo'yyapsizlar. 1 oyga kechikibsizlar sizlar. Ikkala oyoq chiqib yotibdi. Juda kuchli chiqish bu.